Assalomu alaykum Chaqchi kanalining obunachilari. Bu nabor shu yomoni tayyor bo'ldi. Xo'p, buni ko'rishlaringiz mumkin. Qo'lda orqaga shunday so'mka qilib ilib ketaveradigan nabor. Hozir sizlarga bular ichini ochib ko'rsatib beraman. Xo'p, buni ichida bitta chopqi, bitta pichog'i bor. Pichog'ini ko'rishlaringiz mumkin. O'ta ham go'zal, tig'lari zaynamaydigan materialdan. Hayvonning kallasi, hayvonda kallasi bor. Tig'lari zaynamaydigan material. Chopqimiz suvakka qaytmaydigan chopqi, bu ham tig'lari zaynamaydigan chopqidan. Xo'p, buni ichida 10 ta sixi bor. Ichini ham ochib beraman. Sixlarni ko'rishlaringiz mumkin. Sixlar ham juda ham asal bo'lib ishlangan. Nержавейкаdan. Uzunligi 65 sm uzunligi. Hozir ko'ramiz. 65 sm uzunligi. Xo'p, buning ichida 10 ta sig'i, bitta pichoq, bitta chopqi bor. O'ta ham asal bo'lib, o'ta ham go'zal bo'lib ishlangan. Buni olib maza qilib piknik qilganini chiqsa bo'ladi, o'ta ham zo'r. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga aloqa chiqasizlar. O'ta ham go'zal qilib beramiz.